bölümü sol tarafta. Kelinimni qutqizib qilinglar. Nevramni qutqizib qilinglar. O'tinib qolay. Çapsan, oksigen beringlar. Bardashlik bering. Ata. Tug'ut bölümü keldi. Ata. Xotinimni qutqizib kelinglar. Dal mushu doktorxonaning tug'ut bölümida birli vaqtda ikki o'g'il. Nabi bilan Subhi tug'ut. Ularning dunyoga ko'z ochganligidan onalari xo'shal bo'lishning o'rniga qattiq azoblandi. Yasin, Ha? kechilik avtobusning keldigan vaqti bo'lib qoldi. Chapsanroq ishlaring tugatgin, ha? Ha, tayyorligim tutib qoldi. Xotirjam bo'ling. Aslında insan memnun boğusu yiyizden de bek şeyini Kegini jölime, berip uçak. Ma'qul, ma'qul. Tez bo'l. Tamoq tutishqimisan ulgurmaymiz. Tez bo'l, ha? Gülende, sizi hakikaten işçan ayalcımı. Ettigendila. Voy Mahmudka, ishchan bo'lmasam bo'lamdi. Men sizga o'xshash akordin tatib naqsh etamayman-da. Muş yosh kelganda akordin tatmoqmi teskil edik ya. Undaq demang, keling o'ltiring, ochiq-chichiq qilib bir chin suqash etkizib beray. Rahmat singlim. Kechichi akordin tatib pek charchab ketibdiman. Uyga borib aram elib olay. Xo'shamsiz. Bo'ptamsa, boshqa kuni kelasiz. Xalcham odamga salom aytib qo'ying. Vaqtiyasi kelib o'ltirib ketsin, ha? Ma'qul, uningga deb qo'yay. Qopinglar bolalarım, o'rninglardan turinglar. Kun tushib bo'g'ich yotamsizlar. Zahra, appa qizim, o'rningdan tur, qizim. Kiyimingni kiygin. Tura. Hey, tur. O'rninglardan turinglar. Mush vaqt yotamsizlar. Men atdiganda bir mo'chi mehmonlarni yo'lga selavatdim. Oqshimi baldir yotmaysizlar. Atdiganda sahar turmaysizlar. Sizlar bag'ansir gap anglamas bo'lib ketyapsizlar. Tez bo'linglar. Oppa, bugun pokiz chiroyli ko'ynikimni kiyib olaychi. At kiygin, appa qizim. Bugun kiyib olaychi. Sulton dodam bilan Subiya kamshikisi bugun keladi. Chiroyli ko'ynikimni hozir kiyib olaychi. Qara aldirab ketganingni. Ular at keladi emasmi? Bo'pti, kiysan kiygin, ha? So'nglimning judili chapchiqki. Shu emasmi? Kela qizim, bu kiyimingni kiydirib qo'yay, ha? Kiya. Voy, qo'lingdagi nima u? Bu Subiyaning opisining sizmi resmiga buni Subiya sizib so'nglimga beribdi. Hey, sizlarni-za. Subiya kichikdilla opisidan yetim qolgan. Opisi uni tug'ibla o'lib ketgan. Buningdan keyin Subiyani aldab yurmanglar, ha? Angladinglarmi? Anladingmi? Anladim. Bu bolalarni-za.
Siz nemişqi? Kichik bolaning gapi kirsiz. Bu ishni o'zingiz bir qaror qilishingiz kerak. Mening da'vatqinim xeyli yuz obro'li ayol. Menmi uzundan beri 100 obro'li biror ayolni izlab kelyapman. Sizmi bilasiz? Subhi mijazi g'alati bir bola. Men tanishgan ayollarga o zodil chiroy ochmaydi. Uning ko'nglidagi onani tepish ters o'xshaydi. Mayli nimali bo'lmasin, mening yuzimni qilib bo'lsimi, uning bilan bir ko'rishib beqing. U yaxshi ayol. Mening Subhi uni yoqtirib qoladi. Ata, qo'lga qatnayman. Qaytib kelgandan keyin bir gap bo'la. Men obdanroq o'yinni paqay. Bu ish bo'lamdi, bo'lmamdi. Yanala Subhining rayiga baqaman. Subhi bir mezgil mening yonimda tursin. Ayolni uyga akib olgandan keyin u asta-asta o'ginib qoladi. Ha, Subhi haqiqatan boshqa bolalarga o'xshamaydi. Men tix ammag'an xotinni deb balamning dilini ranjitsam bo'lmas. Undaqmi bo'lamdi? Bola emasmi? Beshingni kim silasa, mashoyiqing shu degan gap bor. Kunda uning qo'lidan tamoq yesa o'ginib qoladi. Sultan, Kansay o'tingidagi ilk ayolga tortishib shimgansiz, a? U 3 bolasi bor ayol, o'zingizga bir muncha bosh og'riq tepib olasiz. Yana o'z bolasi bor ayol o'gay bolani xorlaydi. Bir qitim bo'lsam gapimni anglab, uning bilan bir ko'rishib beqing. Subhining onasimi yalikida xotirjam yassun. Ha? Neymiş balam? Tex uxlamapsan o, ha? Ati men bilan birga g'uljiga boradigan odam nemish uxlamading? Ati men seni yo'l ustida Gülandam Hadanning uyga qo'yib ketay. Sen o uyda Tahir, Zuhralar bilan 1-2 kun o'ynab turgin. Sen yana u yerda Oqin bovang bilan mi ko'rishalaysan? Ati sar turmsaq bo'lmaydi balam. Uxlagin, ha? Dodo, chiqib ketmagin. Ha? Ne bo'ldi? Yig'lagan o'xshamamsan. Ko'zlaring qizarib ketibdi-ku. Boya tushimda yig'labdiman. Men tushimda opamni ko'rdim. Opam o'zi yolg'iz yig'lab turg'idak. Bechora bola, uxlagin.
Yani şu resimde. Dada, onda kımıgın dada. Dada, mana tegine. Apam ölüp ketmegen. Sen onu çokum tepkilisin. Şundak mı dada? Apam ölüp ketmegen. Dada, apam ölüp ketmegen. Yani şu gap mi? Ben sana apang ölüp ketken dep neçik ettim eyttim go. Sen toğuluşun bilella o ölüp ketken. Sen hazır meni körüp atkan günümde az demse, eğer yeninde bir apı boğan bolsa, meni şüküm yeniklep kalattı. Sen... Ötünüp kalay dada, ondak demegen. Bana etkına, apam ölüp ketmegen, şundak mı? Sen şuntekni poq südükünden ayırıp çoğunqıp koysam, bugün gün kelgende hadisi apamla desem go. Bundan ki ben kimge öylensem, şu senin apan buludu. Yok, bana ondak ap gerek. Estağfurullah. Yat. Dada beni urmadan. Yat. Benim dada beni urma. Bu şimdi hap kılıp menimi o dünyaya kesin demse ye. Opa, şimdi kırıp beni görüp dudun. Nim için onumda yenim kemeyse. Korkma. Balam, bundan keyin bu osal mijozimni cho'qim o'zgartiraman. Seni endi hargiz urmayman. Dada, bundan keyin men sening gapingni anglayman. Seni hargiz xap qilmayman. Balam, Gülendam hadangni yaxshi ko'ramsan. O, sana ana bo'lsa bo'lamdi.
Opa? Opa? Meni topamaysan. Opa, men bu yerda. Opa! Bertuva. Meni izlab topqindimsan, jinim bolam. Ularning degani to'g'ri. Hozir Raziyadining ro'y kayfiyati toz yaxshi emas. Bundaq chaqit kelib uni avar qilsak bo'lmas. Ziyorat qilamiz desanglar, uning dard qalbini texim og'irtib qo'yasizlarmikin? Yo'ldosh, bundaq desangiz bo'lmaydi. Biz qonun gizitining muxbirlari. Bu qilishga tegishli ishimiz. Yo'q, bo'lmaydi. Menga boshqa fursat yo'q. Biz ad Urumchiga qaytmoqchi. Bu sizlarning xizmatinglar ekanligini bilaman. Biroq sizlarmi uning hozirgi ahvolini o'ylashinglar kerak-ku. Muxbirada, men sizdan o'tinib qolay. Yengam siz bilan so'zlashmasligi mumkin. Biz uning bardoshlik bermasligidan ansiraymiz. U pat yaqinda Urumchiga qaytmoqchi bo'layotdi. Sizga yana fursat chiqib qola. Yo'q, bo'lmaydi. Bu maqolani cho'qim yozishim kerak. Qanday gap bu? Nədiki fursatga bu? Bu maqolaning qurilmasi haqidagi tasavvurimni yuqori doklad qilib qo'ygandim. Sizlarmi men o'ylab qo'yishinglar kerak. Bu ziyorat maqolamni yozib bitasam, balkim sizlarga foydasi bo'lib qolar. Bu men ko'rishmasam bo'lmaydi. Hada, yengam bilan cho'qim ko'rishman desangiz, avval men kirib uningga deb baqay. Raziyada. Ben başqalardan sizni menga degan deb anglab, aloyidan rahmat aytqili keldim. Agar kan qo'saqlik qilmagan bo'lsangiz, men Şovli. Qaynotam bilan qaynonam janjigar nevrisidan ayrilib qoldi. Ularning ko'ngli behirim. Sizni ko'rsa, ochig'ida tillab qo'yishi mumkin. Eng yaxshisi siz bu uyga kirmang. Raziya, men qonunchilik kesining muxbiri. Burun bu qitimqi mashina hadisi haqida ziyorat qilgandim. Jamiyat bu voqeaga intayin ko'ngil bo'layotdi. Jamiyatda bu vaqt turli gap so'z ham farazda bo'layotdi. Siz shoferning jinoiy javobgarligini surish qilishdan voz kechibsiz. Bu vaqtda men sizni ziyorat qilmoqchi edim. Sizning qanday o'ylaganlaringizni bilmoqchiman. Qisqacha so'zlab bersangiz. Agar u mas'ul mashina edigan bo'lsa, uni kechirimtingiz. Biroq u aroq ichib mashina haydamagan. Bu ishkinglarga ayon. Ahvolning tafsiloti bizga ayon. Qanday talablaringiz bo'lsa, bizga deysiz. To'g'ri. Talabingizni deb baqsangiz. Ishkilanmay so'zlayvering. Raziya, faqat 5 minut vaqtingizni olaman. Men shikoyat qilishdan voz kechdim. Chunki men balamga yaxshi qarayolmadim. Texi uningmi bir yoshga to'shmagan bir balasi bor ekan. Sizmi ona bo'lgansiz? Şunu bunu düşünürsünüz. Doğru mu? Bo'lmaydi demedim mi? Endi o meni boshqa bir niyatda sizni boshlab keldi deb o'ylab qoladigan bo'ldi. Tozimi bir? Şovli usta,
Siz herkes ondaq oylamang. Keyfimni buzding. Qap to'xtab tur. Qo'shi. Men degan sultonga mansub. Usul o'ynab ko'ngil olsak bo'ladi, lekin boshqa niyatda bo'g'chi bo'lmang. Men undaq shalloq ayol emas. Gülende. Dibimni angla. Sultan degan sultan. Xolis kelib, xolimisa bir necha yo'qolib ketdi. Yani texi, eliqi o'laman bolasini doim mishaga qo'yib qo'ydi. Aytama. Meni nahrim uningdan ka. O'zim xohlayman. Men Subig'i bek amaraq. Yani kelib, men azaldan ayollarni hurmatlayman. Balnimi urmayman. O'zimning ixtiyori. Siz bekarli avar bo'lyapsiz. Sultan har jihatda sizdan yaxshi. Siz meni tushunmaysiz. Men sultonni yaxshi ko'raman. Sultan men o'rimchi bilan g'ulja arliqidan tanlab olgan bir er. O rasisini olaman dedimi? O meni olaman demisa, men onunga tegiman demdim. Akka. Bu cho'pon menga yorishdi ekan. Bir necha kun kiyib turay, ha? Qara, Subi akam xafa bo'lib qoldi. Hey, nimanchalar pixsiqlik qilsa, opam bizga dedi, u endi sening opang o'g'idek. Men sening akang bo'laman. Tuta.
Amanda. O yoqqa keling. Ben ısap ketdim. Qaytib berib choy damlab beray. Sultan. Chapsan ketayli. Shu topda balla uxlamay bizga qarab o'ltag'andi. Menimcha ular allaqachon uxlab bo'ldi. Sultan, ikkimizning ishini qanday o'ylayapsiz? O'tang atrofidagi xalqlar mendan qachon siz bilan to'y qilib Urumchiga ketadiganligimni so'rayotdi. Hey, gap qiling-a. Nima deyman? Kim to'y qilaylik debdi? Qaytib berib uxlang. Sahar turib g'o'ljig'i berib, bir avtobus odamni elib Urumchiga qaytib kelaman. Shirkatning direktori shu yerda xizmat tekshiryotdi. Juring, qaytaylik. Ay, hajab parvoni qilmaysiz-ku. Qo'sig'im pompiyib chiqqanda, ondan men bilan to'y qilmoqchiman. Aljib qaldingizmi? Davatgan gapini. Yeningizdagi 3 bola ozlik qilyapamda. Siz o'zingizni dafsandiq qilmoqchimi yoki ballanimi? Endi deyman-a. Biroq shunday ketaversak bo'lmas. To'la azmilik qilmay qaytib berib uxlang. Xotin haq deganga chishining eqin chiqarib qo'ysa mana shunda qadidan ish bo'ladi-da. Muttaham. Meninkini yeb ichyapsan. Balangni beqiyapman. Kechsa hojatingdan chiqyapman. Yana menga mushundaq muomala qilamsa, yuzsiz. Bu sara xotin ajib qoldingmi? Boshliq gap qilib anglab qoladi. Anglasa anglamamdi. Nimadan qo'rqatdim? Men bilan yetishib petingan odam, yana nimadan qo'rqatding? Bu yaxshilikni bilmaydigan tuzi ko'r. Hey, kim gap qilyapsa? Sen meni ko'chaga chiqib qolgan buzuq ayollarga o'xshatayotamsa? Xolisang o'ynab, xolisang tashlatadigan ashlamidimi ya? Seni mejaz yaxshi, oq ko'ngilkin demisam, sendan xotinlar samonda 8. Sening 3 balangni ishga og'itmasam, sana qaraydiganga kimning yo'lisi? Nima? Sening hiliqi go'mish balangni demisam, sening to'ttangi pulingga qaramdim. Menga neni erlar talab qo'yganda seni deb ularning talabini rad qilganman. Meni debma? Men bilan tanishganingga qancha yil bo'ldi? Endi 2 yil bo'lgandi. 3 yil bo'ldi. O'z vaqtida men sana nima degandim? Ha? Subhiga obdan qarg'in, o seni ana o'rnini ko'rsin dedim. Men yo'lga chiqqanda ishkinglarni chiqishib qolsin deb Subhini yiningda qo'yib qo'ydim. Oqibat qanday bo'ldi? O seni ana o'rnini ko'rmakda yo'q, hatto necha yil burun o'lib ketgan onamni teppa deb hozirga jidal qilibsa. Men Subhini o'z bolamdek ko'rib kelyapman. Buningga ishonmasangiz, o'tangdagi haqlardan so'rab yiqing. Men bu gapning ochiqini deb qo'yay. Subhi tug'ilgandan buyon men hozirgacha bo'ytaq o'tyapman. Men g'erib sindim, yerib charchidim. Mening talabim yuqori emas. Faqat balam yoqtirsalar har qanday ishga kelisha olamiz. Bo'lmasa ömrü bo'yi bo'ytaq o'tib ketaman. Sultan. Sultan. Mening barlig'im sizga mansub. Allaqachon uxlab qopti. Ularga yotqa yepib qo'yay. Sultan, Subhi ko'rinmaydi-ku. Chaqchaqimma. O nega ketgandi? Menmi bilamadim. Nega ketgandi? Bu balanisi odamga arabchilik bergan. Hamisha yo'qolan qiliqlarni chiqarib, dadisi bilan meni xafa qilgan. Sultan Tehir balamga yaxshi qarmading deb mendan og'irni vatgan. Qanday qilishimni hech bilamadim. Uyay, men mi chapsan chiqib uni izlay? Subhi! 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 Uni izlamaga yerim qolmadi, topolmadim. Nega ketgandi? Oyoqimizda baqaylik. Subhi! 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 Balam, nerede sen? Çapsan çıksançı. Subhi! Subhi! Çapsan çıkın. Ben seni vurmayayım ha balam. Subhi! Subhi!
Subi, nemish shuncha vaqirsak, suvan surmay o'ltirib olsa, bu yerda nemish qilyapsa? Nega odam? Shuncha vaqirsam nimish gapirmaysan, ha? Ha? Men sen gap qilyapman. Sen odamga birdan oromlik beraysan, bermaysan. Harimi. To'xtab. Pochig'ingni chig'ib etmaydigan bo'lsa. Bo'ldi. Unda qilmang. Gapingiz bo'lsa, mengadan balani qo'rqitib nima qilasiz? Danglash Harimi. Qo'rqma balam. Uni obdan bir adablab qo'ymasam. Ben geldim. Uşanı bek çok sevdim. Kıra. Oy. Sense kun bo'yi o'ynashni bilsa, az to'la ish qilishni zodi bilmaysan. To'xtag'ina. Bu chapan bir obdan yarishibdi-ku. Birdan kiyib olib Subiga qaytirib ha? Ma'qul. Subi, berka balam. Kun bo'yi yig'lamsirab yursang bo'lmaydi. Az to'la ish qilsang zerikmaysan. Dadang atil qaytib keladi. İşin tugitib bo'lgandan keyin Subi bilan birga o'ynanglar. Uni bo'zaq qilg'ich bo'lmanglar, ha? Angladinglarmi? Anladik. Bu piyozni pakiz axlatdan qilib beringlar. Obdan bo'ldi. Hey, opam sen amraqliq qilsa, unchalar ko'ranglab ketmaydimi? U degan bizning opamiz. Sening eli qo'roq kechdidango men bek ish. Men Sultan dadamga amraq, o kasla boshqa bolalar meni bo'zaq qilmaydi. Men yana Subihi akamga amraq. Mama, sen nimni bilasan? Sizlar dahi aytdinglar, Sultan dadamiz kasi yaxshi narsalarni og'ash keldi deyotgandinglar. Mana endi o'zgaribsizlar-ku. Men hech nima demadim u. Kichik bo'lgandikan cho'nglarning gapiga qo'shiqsanma. Subhi bilan dadisi doim bizning uyda turdi. Azroq narsa kerak og'ach kasb bo'lmamdikan. Sening dadang beksatchimi? Mening dadam dunyodagi eng yaxshi dada. Sizlarning bormi? Sening opang yo'q. Yo'q. Mening opam bor. Kim men opasi yo'q deydi? Men deyman qandoq? Sizlar bek eskikansizlar. Subi akamga bunday gapni qilsanglar, sizlar bilan o'ynamayman. Subi aka! Subi aka! Subi aka!
Xo'jayini, oshxonangizda yigidek bir narsa bormi? O'choqdagi o'tni o'chib qolgan tursa, yigidek ne bo'ladi? Ma, şimdi bir kichik bola vaqti, qo'sqim ichib ketdi, yig'lab ketyapti. Siz to'xtab turing, ha? Ha, ma'qul. Rahmat. Xo'jayini, nechta pul oldi? Bo'ldi, menga bering. Bu yomg'irda yo'l buzilib kelsa, tag'ishidan chiqib ketolmaysiz. Tez mening. Rahmat sizga. Sen opam bek chiroyliq deganding-ku. Ba'zi yerlari senga o'xshaydi ekan, ba'zi yerlari Sulton dadamga o'xshab turadi. Ay, Subi aka, senga nima bo'ldi? Men ko'zimni yumib elib uxlagan chaqda opam hamon meni ko'gili keladi. Mening opamni bek ko'gim keldi. Hey, bu shaytonlar. Berib oshxonaga yordam qilsanglar bo'lmamdi. Atdigandan kashkichi qilgan ishinglarning tayini yo'q. Rasm sizishdan boshqani bilmaysizlar. Opa sen bek eski ekansan. Opa, sen mening chaqirganimni anglayapsansan. Dada, Raziya yengem mamaqchi bo'lyapti. Bichara qizim. Ko'nglingizni yerim qilmang. Ko'p yig'lasangiz salomatligingizga ziyon. Bola degan hamon bola. Sizga oq yo'l tilaymiz. Yenge. Hadi. Mashina mağdağa vaqti bo'lib qoldi.
salomatliklarini asraslar. Anam bilan silla bo'lmagan bo'lsalar, men allaburun dardga chidamay tugishib ketardim. Nabi bilan dadasining tuproq beshi bu yerda qoldi. Men sizlarga ko'p avorchiliklarni akeldim. Meni afv qilishinglar. Hey, qatnash qoidasini bilamsan yo'q? Sultan, Voy, Tursun direktorkan bu. Yaxshimisiz? yaxshimisiz? Qo'ya ketmoqsizmi? Ha, men bo'lsa ulgurib ketdim. Hadi, mashinaga chiq. Bu yoq mening hadam bo'ladi. U Urumchiga bormoqchi. Sizning mashinangizga chiqib olsinmikin deydi. Chatoq yo'q. Biroq bu mashina uchun. Ha, mundaq qilishdi. Şirketimizden bir şoförü küneste çatakı yolu qıptıken. Baş şirket meni şu yerga berib kelgin degandi. Akil, ben elim. Adamning o'g'li mashina hodisasida o'lib ketdi. Tunigun 7 nazirini berdik. Onun ko'ngli bek perişan. Küneste qancha kun turib qolishini bilmayman. Mening uni bu yer bir kunni ortiq turg'izg'im. Siz uni Urumchiga ag'ash ketib, o'dilni mening uyimga yetkazib qo'ysangiz. Bo'ladi. Hadi, mashinaga chiqing. Biz burun ko'rishganmi? O mümkünmü? Hadi, mashinaga chiqing. Ha. Hey, mashinangizni bir yoqqa tasingizchi. Aziya! Sizlar nima tekshiryapsizlar? Nimaga asosan bu mashinalarni to'xtatib qo'ydinglar? Biz Urumchidan keldik. Qonuningizning muxbiri. Kechiring. Biz bireylarni izlayapmiz. Xonimmi, muxbirmi? Shunday. Bu gapcha siz uni rahbari ekansiz-da? Shunday. U yana kelib mening ayolim bo'ladi. Hey, bu nima deydi? O mening ziyoratimni rad qildi. Uning ustiga bizni mashinada o'ltirib qaytishga unimidi. Mening bunday qilishim uning uchun emasmi? Chechilmoq. Ta'lim bo'lsa bo'ldi. Juring. Mangmamsiz. Voy, ziyorat qilmasam qilmadim. Ben su içemem. Meke, kuchugimda o'tdi. Siz bilishasiz. Stop! Disko muzikasidan lenti so'z qo'yib bering. Ha.
deb sizni yo'l bo'yi chiroyini ochmaymanligini debkan. Hali uchiq chiroy odam kelsiz. Nariga ataq bo'ling. Anlasam, siz yaqinda o'ylanmoqchi bo'lyapsiz. Aynan bo'lsa, balangiz olib tepilibdi. Yo'q, shu. Kim shundoq deydi? U ayolni qolsiz chiroyli, hamma odamning zo'q keladi deydi. O hamma odamga yaraydi. Shug'inisi balamg'ili yaramaydi. Undaq. Bunaqa nima deganlik? Köydüm balam. Kelab qitim kelganda men seni shuyga tashlab boraylik. Ma'qul. Men seni shuyga tashlab qo'yma. Yo'q, opa. Ma'qul balam. Ikkimiz birlikda tog'ning ustiga chiqib o'ynaylik, balamda. Hadi, nima bo'ldingiz? Bağımsızdan, adamdan beşini ağırtmay, ün alğın öcür ötün, ha? Qadir, menimcha Raziyaga haqiqatan baxtsizlik kepti. Bola tug'ilmay turibla, eri o'lib ketibdi. Ming bir jafodi bolasini cho'ng qilib, bir-biriga tayinib yashab kelayotganda, mashina hodisi bilan qazo qilibdi. Siz helimi aşı mashina hodisini o'ylab o'tamsiz. Haqiqatan odam bilan odamni selishtirg'ili bo'lmaydi ekan. Hay. Agar uning o'rnida men bo'lgan bo'lsam, meliq shofirni sudga arz qilib, ig'ir jazo bergizatdim. Raziyaga haqiqatan qoyil bo'ldim. Heliq kuni sudga borganda siz u haqiqiy bir ayolda. Andaqda men ayol emaskanman-da. Simdir. Siz tug'ib boqmagan, ona bo'lgan ayol bilan albatta o'xshamaysiz. İşinizni qiling. Hay? Uning qaynısingizning aytishicha, u qaynapisi qaynotasining ko'nglini ayab, bolasini deb qoyit yotliq bo'lishga faqat unamabdi. Yaxshi ayolkan. Nemila degan bilan bundaq ayollar kam uchraydi. Hay, Hamida. Biz aslida choy ichkizgili kelgan to'q. Biroq siz planni buzib xizmatga o'zgartirdingiz. Hay. Sho'ng'ashqa opam xafa bo'lib qopti ekanda. Chaqaroq bo'linglar, hozirlamoqmiz. Tavuz olgan kim bo'ldi? May. Tavuzlarning kilosi qancha pul? 1 kilosi 50 tiyin. Man alamdiq. Yem bolam. Nebi! Balam Nebi!
hazır ekip berman, o'tirib. Sizlar qaytamsizlar? Ma'qul. Kep turinglar, ha? O'rin bor. Keling. Meyada o'tiring, ha? Meyada o'rin bor. Sizga nima tomoq ekib bermay? Lag'manda ishga qoch. Ma'qul, o'tiring, ha? Zöhre kızım. Obdan tutun mu? Qara. Sana kempit ep gelişini unutup kalmadı. Çok yaxşı. Neymiş yoktu? Neymanç köp maşinlar bu? Aldı birer maşini vaka söz veriptin ya. Hacatmi shu egizgansiz. Tunigan qattiq yomg'ir yog'di. Oldidagi yo'l buzilib ketgan o'xshaydi. Shoferlarning hammasi qaytib kelishdi. Ko'nglimiznikidek ish yo'qdi-da. Obdan bo'pti. Bu qaytim yeningizda bir necha kun ortiq tug'dik. Gulanda, sizga ko'rinmaydi bu. Buna ketdi. U daryo bo'yida o'ynayotdi. Men berib tepib kelay. Hey! To'la azmlik qilmay, chapsan chiqib yo'lovchilarni yotoqqa o'rlashtiring. Sal turib o'rinchining mashinalari kelsa yotoq qolmaydi. Ma'qul, men o'rlashtirib o'tay. Mashinamda bizning direktorimizning hadisi bor. Oldin xabar berib qo'y. Bolangizga qarag'inam ozlik qilib, endi direktorning hadisini boshlab ketdi. Hey, mashinada tushinglar. Bugun bu yerda qolamiz. Hey, mashinada tushinglar. Oldimizdagi yo'l buzilib ketdi. Bugun maqamaymiz. Bu yerda qondigan bo'ldik, ha? Yaqqan mashinada tushib joylashinglar. Qandarak birodarlar, salamat edinglar bu, ha? Görüşdük olsun bu. Kanka, yo bana maydaga o'xshaydi. Qabaq qandirib, sabr ichishmaydi bu, ha? Yo'q, Madina do'stlar uchrashganda ichmaydigan ish bo'ladi ekan. Bugun qoniga ichimiz. Hey, Gulanda, bu yoqqa yana. Mashinada ballar ağaç kelgan narsa bor. Yo'lovchilar tushib qolgan mashina ishini taqotarsiz. Ishingizda tugitib, qava qaniga ber. Anladingizmi? Demede, siz bağımsınız, ne siz bulmacımı? Ben hazır mı var bana? Maşina aydım kandıkın, sabır içişeydi. Qaniga ichishaydi. Mashinada tushib tamoq yeydi. Xo'jayin ayolsini o'rlashtirib qo'ydi. Ben hazırlı berib fikrinizga telefon berib, uni xotirjam qilib qo'yay. Biz cho'qin bir yerda ko'rishgan bo'ldik. Cha, hey! Hey, dur, cha! Hey! Cha! Hey! Aku buah. Hey! Aku buah. Hey! Aku buah. Kele balam, kele. Hoppa, ha! Aku buah. Oy! Ben seni de saklap tutup, endi geldim uçma. Mening senden başka yeni yetin nevren var. Ben sizin nevriniz emas, dostunuz. Şundak mı? Aku buah. Bugün apam geldi. O beni kömür ketdi. Şundak mı dostum? Eğer ben biz apamni topa alırsam, çok utkiniz başlap gelime. Apan rastlı ölüp ketmegenmiken? Bırak dadağının deyişçe. Siz neymiş ki bana işenmeysiz? Sana işenmeymen emez bana. Bilemsiz, benim apam pek çıraylı ayal. Sen onu köygenmedin. Onun uzun iki örüm içici var. Boynadı bir dal, meni vah doğru mu? Akı buva, ben tülgün akşam apamның bir neçe parça sürtünü süzdüm. Karına, bana bir yedi. Bana. Ben kör bakay. Sen apanı bek çıraylık dağıtmamdın, ha? Bu sızığının bizning öydeki qeri inekgili o'xshapdi o, ha? Bo'ldi. O'zing saqlag'in, bizning kigiz uyda bir muncha esiqliq turdi. Maqbul. Ço. Qara bolam,
tog' bag'ri qizib ketibdi. Tinchib bo'ldimi nima? Seni izlab bormagan yerimiz qolmadi. Agar dadangning kon ilfatlarga uni ep ketmagan bo'lsa, seni orangga kirib yana urushib qolatdik. Bo'ldi. Sen benim ishlarga yordamlashgin. Shiraning ostidagi cho'p qog'ozlarni terib, ya'ni Superman deb to'p-to'zib yurma yana. Men oppoq bolam. Hayır, sen idishlarga suv to'shqizib etgin. Bugun mehmonlar bek ko'p. Tez bo'linglar. Güvendemede. Sultan kan sizni saqlayapti. Qapib qolsa yana. Voycan, saqlamamdi. Bu 2 kun ichida yo'q ichilmaydi. Mush bir sat pul tip olsa qachon tip bor? 90'ga 160'ni qo'ssam, Biz bu şehri tamak yedik. Ben her qitim komandiri bu chiqqanda mush oshxonadan tamak yeyman. Bu oshxonaning lag'mini bak o'xshaydi. Qani o'tiring. Xo'jayin, mana 2 taxsi lag'man, 1 taxsi go'shtlik, 1 taxsi go'shtsiz bo'lsin. Oy, bugun mehmonlar bek ko'p. Yetişemeyli qilyapti men. Qani, o'tiringlar. Kechiring, men ilib. Şoförün bir yerdə tutqunu bakın. Çay içsin. Berib kelsin. Bu yerda to'simi zerikib qoladi. Siz ertaga ketkizibsiz-da? Ondan emas. Yo'l bo'yi ikkimizga ayrim paranglashadigan fursatmi bo'lmadi. Mashinadan tushsakla yeb ichimiz bakli zerikib ketdi. Agar yo'l buzilmagan bo'lsa, shanbaga ulgurib boratdik-da. 2 kun armila olatdik. Ey, bir oylik ishtirib qarang. Kishining so'qi keladi. Siz yana arsalda bo'layotgansiz nima? Ikkimizning to'y qilishga kutishganligimizni rahbarlik bilib bo'ldi. Yana nima ish orqaga sursiz? Özümü bilmeymi. Toy qilib bola tug'ib bir ömür aile işlerini qilishni o'ylasam, qo'rqim keldi. Bunun qo'rqidak nimasi bor? Men tursam. Toy qilibla bola olamiz deb turib olmaydigansiz. Albatta shundoq bo'ladi-da. Yeshimizmi bir yer berib qoldi. Bola elish olmaslik o'zingizning ixtiyorida bo'lsin. Men buningga qo'shilaman. Qadir. Ehtimal men bir ömür toy qilmay, tug'may o'ltirib qolganligim uchun biroz jiddilashib atqandim. Bundoq dema. Ikkimiz cho'qim baxtli bo'lib ketamiz. Qadir, siz bek qanoatchan. Ikkimiz aralashqan uzun bo'lgan bo'lsa, bir-birimizni obdan tushunishimiz kerak. Qadir, siz bek yaxshi jim. Aka, mening portmolimni nima o'g'irlaysan? Qarang, ko'ymagan bo'lsam o'g'irlab ketakandiq. Hey, tuxub qo'yib tarbiyalamagan kimning bolasi bu? Ko'p kunduzni o'g'irlik qilgani qarang. Buni men tepib olgan. Javob qaytaryaptimni. Tarbiya ko'rmagan. Hey, bu kimning bolasi? Nim bo'ldi? Subi, nim bo'ldi bolam? Hey, topgan pulingizni oz ko'rib, bolangizni o'g'irlik qilib qo'yibsiz-da. Qarang, portmolimni o'g'irlayapti. To'shmaslik bo'ldimi nima? Bu bolaning qo'li agar emas. Hey, qiziq gap bu. Portmolimni uning qo'lidan ilib olgan tursam. Men rostli o'g'irlamadim. Amiz portmol qandaqli qo'lingga chiqib qoldi? Cho'qim bir suvga Subi, rostli shunday qildingmi? Yo'q. Sizning bolangizmi? Bolani tug'ib tarbiyalashni bilmagan ona ekansiz. Bundaq yomon odatni nereden o'rganding, ha? Nima degan satchilik bu? Sel turib, dadangga deb adivangni bagizmisan? Hoppanmash. Xafa bo'lmanglar, ha? Hop, ko'rgan och ko'z. Mana, hey, kimga ta'yin qilyapsiz? Ha, mana ikki taxsilag'man, birisi go'shtlik, birisi go'shtsiz. aka. Mehmonlar, xafa bo'lmanglar, ha? Tamoq yanglar. Singlim, tamoq yang. Xafa bo'lmang, ha? Balani yaxshi tarbiyalangan gunoh menda. Qiziq choy qo'ytiray.
Singlim, qarab beqing, nemingiz kamkin. Agar yutib ketgan bo'lsa, to'lab beraman. Bir narsa yutibdimi? Jutmabdi, jutgan bo'lsa ish chataqdi. Xotirjam bo'ling, singlim. Agar yutib ketgan bo'lsa, cho'qim to'lab beratdim. Mo'shtimda turib o'g'irib qolganini qaramamdigan bu balni. Hey, qalbi qilishmay, oyog'ga berib o'ynashga juga. Bular sizning bolalaringizmi? Ha, mening bolalarim. Jiq tuqqandan foydasi yo'q. Mo'yimi tarbiyalashdi. Bu tamoq yeydi. Nechap bitishim qidayda. Subi! Subi! Voy, maligisdan o'g'ir kuchlik deb, men bir nima degich yig'lab ketgani buning texi. Mening bolam bo'lgan bo'lsang, o'shig'ini chiqib etgan bo'lardim. Bag'on sirhatingdan ishib ketyapsan. Haqning narsasini o'g'irligidek bo'ldingmi texi? Bo'ldi. Boya o'zingni anglading. O menimi qo'shib tillab ketdi. Uning gapining sessiqligini demamdigan. Bo'ldi, jur o'g'lim, jur. Yig'lashdan boshqani bilmaysan. Bo'ldi, yig'lama. Buningdan keyin haqning narsasiga chiqilmasanglar bo'ldi. Dadang seni qanday tarbiyaladi ekan, tam? Men haqning narsasini o'g'irlamadim. Yana xatolig'ingni tanimamsa? Siz nemishqa menga ishonmaysiz? Men ishongan bilan haqni qanday tushundiraman? Boya achchig'imda seni urib tillab soldim. Bo'ldi, yig'lama. Menmichu seni yaxshi bo'lsin deyman. Agar unda qilmasam, heliqi ayoldan qutulg'ili bo'lam. Pat arda sening opang bo'laman. Albatta sening g'amingni yeyman-da. Men bu kampitlarni yeb o'ynagan. Yo'q. Tuta. Yo'q, yeymayman. Tuta deyman. Yo'q. Men yeymayman. Voy. Yo'q. Bolani qara. Yig'lama. O'maq bolam. Balaning dili asar yemis bundaq yig'lamaydi. Bola degan hamon bolada. Siz nemishqa bundaq bag'ir tashlik qilasiz? Yig'lamang bolam. O'zingizning balasiga ishonmasangiz boshqalar qandaq ishonadi? Yig'lamang bolam. Yig'lamang. Mana men sizga ishonaman. Apa! Voy, tazimi bir ish bo'ldi-ku. Subi, mang bolam, tamoqingni ye. To'p qildim. Mana keldi. Bizning tamoq chiqdi. Mana bu sizning. Voy, xush kelibsizlar. Mehmonlar. Qani, marhamat qilinglar. Bu yoqqa o'tib o'tiringlar, ha? Qandaq? Ikkinglar tamoqni rozi bo'ldinglarmi? Rozi bo'ldik. Keyin kelinglar, ha? Tanglar bu oshqan pulinglar. Xo'shamiz. Ikkinglarga qandaq tamoq kerak? Qanday tamog'ingiz borki? Petermanta, polo, kebab. Nima yeysanglar shu ba? Amsi bizga pekermanchadan 20 na keling. Mana hozirlar, ha? Bolam, beri kel. Tavuzdan bir atilim yegin, ha? Maga. Ma. Arasidi ay çıkıp kalgende Bulut arasidi ay çıkıp külgende Gönlümün yığılaydı Yar yadim yetkende Gönlümün yığılaydı Ben hazır kansaydık ötende. Şunda. Yakıman. Keç qattiq yağmur yağıp, şığıl latqılarını eqitip, tağ eğizideki yolunu tosuytuptu. Hazır yasavatıdı. Başka moyum iş yok. Torusun canlığı dep koysanız. Kansaydık yol buzulup ketipti. Hatta örümçüge yetip baramaydigan okşaymiz. Şunda. Köp bolsa bir ikki kun hayal bolamız. To'g'ri. Sultanka, tamoq pishib qoldi, tamoq yeb keting, ha? Ma'qul. Onun hadisining ahvolini ayt yaxshi. Ansirmisan? Boshqa ish yo'q. Sultanka,
Tamaq tayyor bo'lib qoldi. Birga eli. Ha, rahmat. Bir qancha og'aylarim saqlab qolgandi. Sultan aka. Ha? Raziya? Jiddiy bir ish bilan meni izlaganmidingiz? Ukangizga deydigan muhim gap bormi-ti? Hech gap yo'q. Uning bilan bir necha yil so'zlashay degandim. Men birsiga Tursun direktoriga deb qo'ying. 1-2 kun kechikib borgan o'xshaymiz deb qo'ydim. Bo'pdimsa. Tamoq yedingizmi? Hozirli berib keldim. Hozir Gulandamning oshxonasida bir narsa qolmagandi. Juring, o'sha yerda ozroq bir narsa yeylik. Rahmat. Qo'sqim ochmadi. Ha, men va. Bu Voy, Sultanka, qani keling. Qani kelinglar. Sizlar meni tamoq taklif qilgandinglar. Qarang, mana bir mehmon boshlab keldi. Siz degan qo'y so'yibni chaqirgan olmaydigan mehmon. Qani, shukur eting. Rabiya, chapsan tamoq tayyorlang. Bo'ldi. Qani bo'ldi. Avar bo'lma. Qarang, mana mush tamoqning o'zida bor. Ma'qulamiz. Qani, o'tiring. Qani, Raziya, o'tir. Qani, shukur eting. Oo, yig'lama. Ha, mana bu sutang. Ha, sen vaqt, Sultanka! Ha, mana men. Sultanka, qani eling. Hada, siz meni eling. Sultanka, kim men chiqib qarab boqay. Ma'qul. Qani, tamoq ye. Siz boshqa ayollarga o'xshamaydi ekansiz. Baxtli jimig'ir ekansiz. Uzoq yil g'uljiq bog'inizdimi, mening mashinamda o'ltag'anligingiz ilmi esingizdami? Shu chaqdimi boshqalar bilan paranglashmagandingiz? Asliyamidingizmi? Bo'ldilar. O gaplarni deyishmayli. Qani, tamoqingizni yeng. Sultanka, ular sizni chapsan chiqsin bo'lmasa, butun yaktak kuzmay yopirmiz deydi. Siz beravering. Bo'ladi. Siz tamoqingizni yeb olib damiling. Farzimcha at deganda men qilishimiz mumkin. Azman berib kelay-ya. Rahmat sizga. Rahmat. Avat o'tib ketdi to'g'ri. Вон, справка. Akil. U haqiqatan yaxshi chaladi ekan. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Biyaning muncha qiziydiganligini bilmayman. Ancha emas. Chiqimlarni nechisi? Yaxshi o'zim orqadan chiqarib. Bo'ladi. Kamariyada qerishganda mening harqimni to'kib etkinlar. Ben bu haraqni pulga olganjimi? Ben sürtülde. Biz yana uchrashdik, ha? Shundoq, biz yana uchrashdik. Unutib qoldingizmi? Kechiring. Ay, Hamida. Adigan Raziya mush ustamning boshiniga chiqib mangan emasmi? Shu vaqtida ko'rishgan. Yaxshimisiz? Oldimizdagi yo'l buzilib qoldi ekan. Shunga biz mushat to'sib qoldik. Bu jahon nima degan tor, ha? Biz dexe boyili ko'rishgandik. Bu yoq mening xotinim. Heliqi bolalar sizlarningmi? Ashundaq eski bolalar bizning bo'lmay, sizlarning ota emasa? Mening bolalarimni aski degan kimkan u?
Gepinglar tugagan bo'lsa, men erim bilan atnashga o'ynay. Bo'ladi, o'ynaylik. Yana shunga uchrab qolganimni qarmandiqan. Hey, men yaningizda tursam, yana kimga qaraysiz? Siz nimani bilasiz? O degan ataqliq muxbir. Onu bana tanıştırmayın deb avara bo'lmang. Men undaq saxtbaz ayollarga pek üç. Keling, o'yinimizni o'ynaylik. Мәсələni açılmış qılımız. Qarang, ayolga. Bək yaxşı oynayapti. Hamida, to'xta. Heyli qimmasga uchrab qilib, tozim kaypim ushtig'i. Aliqi shoprin demsiz. Men bu kelishtirib bir mustalay degandim. Biroq o toza qo'pol nima ekan, a? Biroq u odam qilib qiziqchi ekan. Sizlar tanishamsizlar? Biz bir jutliq, uning ustiga bir mahaldin. Mondaqdan. Siz nima uchun yurtdoshlaringizdan davomli o'zingizni qochirib yurisiz? Hargiz undaq ish yo'q. Rostini desam, men ulardan bezar. Bo'ldilar. Siz bezar bo'lgan ishlarni deyishmayli. Qodir. Ba'zi ishlarni men bo'ldilar. Men shunday qilib so'rab qo'ydim. Biz bo'ldi so'zlama. Biz ishkimiz to'y qilmoqchi bo'lyapmiz, biroq ba'zi ishlarni hozircha sizga aytmagandim. Hamida. Bu gaplarni deyishning hojati yo'q. Amini bilaman. Gezitxonimizning peshqadam boshliq bilan bo'lgan munosabatingizni burunli bilatdim. O sizni yezni yo'tkab akkagan ekan. Men sizning samimiyligingizga muhtoj. Qani ağaynlar. Biz davomliq mush yo'lda mangamiz, ha? Bundaq uchrashmag'imiz aytib o'tasiz. Bugun mushundaq uchrashga vaqtimizda qanday bir ish olaydi, ha? Musha! Mana nerda? Bundan yaxshilanamiz. O seni mas'ul qolsin deydi. Qani. Ko'kraja. Musha.
İkinglar bir-biringlarga moslashgan er-xotinlar ekansiz. Albatta. Agar men boshqalarga o'xshash dardimni ichimga yutib yurgan bo'lsam, allaqachon tugishib ketadi. Necha balangiz bor? Agar kunduzdagi ish uchun apo so'rayman desangiz, ko'nglingizga rahmat. Mavada erimga yaqinlashmoqchi bo'lsangiz, bu niyatingizda yining. Mening yerim bor. Qani u? Boyqa odam shumi? Gülende, bu yoqqa keling. Ha, mana. Men berib kelay. Men bo'lay. Qani. Birodarlar, Sultanı to'shqizib yana birni qo'y. kerak qechimni birdan Bo'ldi. Endi sultonga qo'ymanglar. O nasib qopdi. Kiring, qaytib ketayli. To'la aralashma. Meni boshqa ishtiq baldirg'u deyman. Men texsizin xotinlikqa olmadim. Ammaslikqa haddingiz emas. Aytaylik. Nabi o'zing shu'g'ina. Shu'g'ina. Qarg'ina. Appoq bo'lib ketdi. Ha, yuzlaringni shu'g'in. Qarg'ina, shunda hokiz bo'lib ketding, o'g'lim.
Opa! Raziye. Naman. Opa! 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 Nebi. Opa! Nebi. Naman. Raziye. Opa! Naman. Sizlar ketmanglar. Men keldim. Bir aile cem bo'lamiz. Mengü ayrılmayız. Opa! Mening opam. Opa! 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 Nimişki meni tashlab ketsa, nimişki mendan ayrilib ketsa. Opa, men seni har kuni tushimda ko'rib turaman. Men sening uzun sochlaringni ko'rdim. Sen tushimda qaytib kelsa, men sening bo'yningdagi mengingni ko'rdim, opa. Opa, meni tashlab ketmagin. Men senga qonmadim, opa. Canım opa. Sen mening balam emas. Yo'q, men sening o'g'ling. Sen Nebi oğlum emas. Men sening balang Sibi. O ölüp ketdi. Yo'q, undaq emas. O öldü. Yo'q, undaq emas, opa. Sen meni tashlab ketmagin. Men sening menga amroqligingni bilaman. Canım opa. Endi meni tashlab ketmagin, opa. O'tinib qolay. O öldü. Yo'q, undaq emas. Men bilaman, opa. Sen meni 6 ayning 10 kuni qattiq yomg'ir yoqqan bir kuni tug'ib kelsa, opa, sen meni bag'ringga bosmayla, meni imitmayla tashlab ketib qolsa, ishlar seni o'ldi degandi. Biroq men ishonmadim, opa. Men har kuni yotganda sen mening tushimga kirib tursan. Men seni hayotligingni bilardim, opa. Dadam meni urdi. Telledi. Seni izlab topay desem o'tmadi. Sen opa, meni tashlab ketmagin. Balammi? Dadamga boshqa deb bermish. Hasrat chekishimga chidab turolmayman. Canım opa, o'tinib Boshqa bir Nebi. Ata qilganmidim. O mening balam emas. Seni pek sevgandim. Bag'ri tashlab qilmagan, opa. Balam. Opa! Geri kel. Canım opa! Opa! Hayvanlar başına çıkıla. Voy, bog'da Ajab yaxshi Ana, tap aldınız mı? bo'ldi, gap qilmang. İzdab bormagan yerim qolmadi. Asta, o bol nega mi ketgandi? Men yana izdab boqay. Shopir tog'a, ilqisiz doniydigan adash chiqmadi. Bilendev, bu yoqqa kelin. Qanday?
Men sizga deymadimmi? Men texi bayila uning kaynida ko'rgan tursam. Hey, bizning direktorning hadisi qani? Tunugun uni nech qitim chaqirsam, mashinadan tushkil o'nimidi. Uning nega ketganligini men nereden bilay? Subini tashlab berganingizni az deb, endi direktoringizning hadisini men baqamdim. Ko'taramasang sangiltib ol degandek ish bo'ldi-ku bu. Shu o'tayman, heli baka. To'liq ko'tirma chaqa izlamamsiz. Sultan, texichi mangmabsiz qo'y. Voy, siz qanday kelib qoldingiz? Güneski bağladingizmi? Telefon berib yo'l etilib qoldi deb ekansiz. Ha, yo'l endi aldirash keldi. Yo'l ichilgan bo'lsa, yo'lovchilar ilib mangmamsiz. Ular saqlab qo'ysak bo'lmaydi. Adam qani? Elali batdi. Mashina ziyut qildirib bo'g'chi yo'qtirdi. Nima? Yo'qtirdi? Bu Nimanda qaldiraysizlar? Ayol haq deganning ishi ko'p bo'ladi. Hojatxonaga ketdimikin deyman, ha? To'g'ri. Hojatxonaga ketgan o'xshaydi. Men bir qarab baqay. Bu yo'l oxiri ichildi. Xotirjam uyga ketib olgan bo'ldi. Shunday qilib uyga qaytadigan bo'ldik. Uyga berib, rahatlanib monchaga tushib jo'yinib olmasa. Shunday qilib. Siz hadamni ziyorat qilaman deb qo'g'lishib yurgandingiz. Buni tushunaman. Sizdan xafa bo'lmayman. Qani ayting. Hadam hozir nada? Hey, bu nima deganingiz? Qanday gap bu? U bizning mashinaga chiqmagan tursa. Amida, bo'ldi qilib. Biz nima bilamiz? Tursun. Biz G'uljidan yo'lga chiqqandan beri hadangizni zadli ko'rmadik. Bizga ishining. Aldinglardi xijilman. Men bu hadamni chatoqqa yo'l qo'yib qoldimikin deb. Dadamdan deyişçe, o günü qattiq yağmur yağıp ketibdikan. Opa, men sen hem keselcan boğaşqa, sen meni taşlayıp ketibdikansan, shundoqmi opa? Endi meni taşlayıp etmegin. Qandaq adamning seni mendan tatib etib ketishiga yo'l qo'ymayman. Opa, dadamdan deyişçe, men seni bir kun imib boqmabdikanman. Dadan yolg'on debdi, bola opasini emizdi. Qandaq cho'ng bo'ldi. Afsus, mendan hozir sut chiqmaydi. Senmi cho'ng bo'ldi. Shundaqmi? Jinim, o'g'lim. Vijdonsizlikchak. Bana yo'g'onlik qilmoqchimi texi? Ha, Gülandamada. Onun ola tamamman bo'ldi qildim. Sultan, valaqat bo'ldi. Og'zini shundaymi? Sen subini, elini mishadi bağdini bu. Balların onu keçici öyle kirmedi deydi. Ne, bırak. Sen de muş halaga fotoğraf olmakçı mı? Ben sana dep koyayım. İşini kırıp. Ben sana dep koyayım. Bugün balanı tepkenmediğine bolsan, kögülüğünü köstüme kırıp dur. O işki stepilmsa, sizlermi yolga çıkamayızlar. Çapsan verip, şüphememsizler. Stepilmedi mi? Tez bulunlar. Görünler. Ura! Raziya tepilmedimi? O tepilmay turib, yani bir balımı yo'qolib ketdi. Bu qalaymi qanchaliqni qarmamsiz. Men mi berib izlab baqay. Sen meni aldamoqchimi, ha? Ay, nima deb ursiz? Qo'lingizni torting. Bunday qilmang. Bolangiz ondan uchun yo'qolib ketganligini men bilmayman. Nima shu oldi? Shunisi qilaman. Atlıcıma. Estağfurullah. Men sizni so'ramadim. Zat nima shu oldi? Ne bo'latdi? Bana jutib ketdi. Bola?
Qachon yutib ketdi? Tünügün keçten başlap yok. Ben onu birden oynap gelermikin deptimi. Voy, yig'lab o'ltag'anning nima foydasi? Berib izlamsiz. Rostli bola xiyim xatarga uchrab qolsa, o'chirib qilsiz. Sübi balam, bırak kilişmeslikte uçurap kalmagaysan ilahiyim. Hamide, ben sizin balanmaslık fikrinizge tamamen koçulum. Karanlık olmaz. Balalar, bizim oydik Sübi'ni köydünler mi? Yok, köymedik. Vay can, o nergini ketkendi o. Ayak ver bakayım. Sübi! Sübi! Siz nima ana digili bo'lamdi, ha? Bu bola bir necha yil bo'ldi, doim bu yerga keladi. Xuddi egijaqsiz yetimdek elqi oshxonaga tashlab qo'ysa, bir necha oygacha hech kimning kori yo'q. O doim opamni topaman deb yig'laydi. O opam hayot deb turib oladi. Men uning ko'nglini yasash uchun gapiga ishongan bo'lib oldim. O rost debdikan. Siz bu dunyoda rostli hayotgansiz. Siz erim namrat, aroqkash, mijazi o'sal deganni bana qilib, o'z bolangizni tashlab etibsiz. Ota-ona uchun bolalari bilan birga o'tish hammadan muhim. Bola ota-ona uchun har qanday mol dunyoda qimmatlik. Ulağı köyüneş, ulanı terbiyeleş. Ata-analarning bosh tatib bo'lmaydigan mecburiyeti. Biz Qozog'larni etsaq, eri o'lib ketsa, ayoli uning jamiyatidan ayrilib ketmaydi. Meningcha bu qaloqlik emas-ku deyman. Hozirgi yoshlar o'ylashmayla to'y qiladi. Oqibatini o'ylashmay turib, ajrashidi. Shuning bilan bolaga uvol bo'ladi. Akım buva, bu sözlemem apam meni sevginib qaytib keldi. Bechara bola. Sübi, qara bolam. Sen sizgan bu opang yaxshimi yoki u opang yaxshimi? O har qitim bu yerga kelganda o'zi sizgan ikki poch sirtingizni menga berdi. Nima degan omaq bola, ha? Sizlar to'y qilmaganmi? Yutib ketgan bola sizlarning emasmi? O sultandan 10 yil burun ayoldan bo'lgan bola ekan. Asli mundaq ekanda. Men sizlarni xotinmikin debdimi? Sultanning xotini ashu bolani tug'ib 40 to'shmayli o'lib ketibdi ekan. U bolamo toza bejirim tug'ilmabdi ekan. U kasalchan bo'g'achqa uzun davolatdi. Sultan gerçi qo'pol odam bo'lsa-mu, bolasiga ko'yimchan har holda otaliq burchini ado qildi. Onunğa xeyli yaxshi ayollar chiqdi. Biroq bolasi yoqtirmag'achqa ayrilib ketdi. Ba'zi ayollar uning pulini xajlab olib qochib ketdi. U ko'ngli yaxshi, xalqdan yordamini aymaydigan odam. U mening 3 bolani beqiyotganligimni ko'rib, menga ichi og'rib, pat-pat azam mallarni ekilib berdi. Ba'zida u Subini mening yenimda qo'yib qo'ydi.
Bilemen, eğer Sübi meni yaktırmasa, Sultan meni anmaydı. Biz maşındak aralışıp ötümüz. Bu bala biraz xalitirek. O gün boyu bir nimelerni sizidu. Nem desem bola. O apamni köydüm dep yürüydü. Apam tek hayat dep sürüştü kılıdı. Miş iş tüpeyli, dadısıdın xeyli köp tayak yedi. O rastilla nervös aciz balı bop kaldı. Bu bala hazır, neler düşürdüken tan. Çay için. Çay içemsiz. Rahmet, ben de bak. To'xtab turing, men berib beray. Hamida, nem bo'ldingiz? Mijozingiz bo'lmagandan keyin siz harakat qilmasligingiz kerakdi, xusluq uchun. Keling, mashinani chiqib birdan dayling. Rahmet tağa. Ensirmanglar. Appa, bo'ldi shig'lima, appa. Sübini tapamızsak, qandaqmi qilamiz? Men azroq pul topgandim boshqa. Haqqi sadil yamanlik qilib boqmagandim. Endi qandaqmi qilamiz? Hey, siz şoförün to'nagan kun berib baxmamsiz. Dabekna, ber. Bak, men de bakay. Hey, Subi qaytib keldi. Subi bilan iriq ayol qaytib keldi. Yuraysa, oxir opamni tepib ketsa. Subi aka, men yana aka bo'lamsiz. Albatta. Subi akam ofisiga pek o'xshaydi. Subi, oğlum, ahir qaytib keldinglar. Doda, men opamni tepib keldim. Balam. Men opamni hayotgaligini biletdim. Sen meni aldab qo'yding. Qara, bu mening opam. Kechirib, men sizlarni saqlatib qo'ydim. Men berib bolamning narsa keraklarini yig'ishtirdim. Nima? Doda, men opamni oran tepib kelsam, sen xush bo'lmamsan? Opa, jurat, yo'l ichilibdi, endi uyga qaytib ketaylik. Subi, gel. Sen apağını to'g'ri o'ylab sarang o'psa, o sening opang emas, bizning direktorimizning hadisi bo'ladi. Yo'q, Doda, sen nima ish bo'lsa deysan? Opamni oran Subi, berkile. Sen kimni ahmoq qilmoqchi, ha? Atdigandan beri seni izdimiga yem chiqib Sübi, berkajinim balam. Dadangning achchig'ini keltirib qo'yma, o'ta bu yoqqa. Men sana opang o'lib ketgan deb nachiq etdim dedim-ku, ha? Yo'q, mening opam. O seni tug'ibda o'lib ketgan, anladingmi? Bir salim mayli. Mening opam. Aytingiz emas. Bolamga chiqib qo'chib olmang. Qo'rqmang bolam, men bor. Aljibdi. Hammasi aljibdi. Doda, öldünüm qalay. Endi opam ishkimizni og'irib etmagan jinim, Doda. Sultan Doda, Subi akam opsini arandab qoldi. Ularni ayirib etmem, bo'lamdi. Bolamni urmang. Bolamni urmang. Bolamni chiqilib qolmang. Qayerda? Bolamni chiqilib qolmang. Balam, ben senin opam. Hamida, nima bo'ldingiz?
Subi. Men senin apang. Men eyiplik. Men tillığın. Seni tuğupla men ketip kaldım. Men eyiplik. Mendek abroy perez apağını tillığın Subi. Ben senin öz apağın Subi. Yok, yolğan. Siz mening opam emas. Siz dünge meni urdunuz. Meni aramdan bolgan dep tillediniz. O adamga men to'y qilmagan, bolam tug'ilgan dedingiz. Qandoq siz mening opam bo'lsiz? Şundak. Ben yalgan ettim. Ben rastlı senin opam. Rast. Tünügüm ben. Mening bolam ekanligingni bilmepdim. Yok, yolğan. Öz bolasini tanımaydigan ana bulamdı. Oppa, qo'rqyaptimi? Balamga yaqin kelgich bo'lmang. Subi, ben senin opam. Sen 90 yılı 6. ayının 10. gün doğulgan. O günü qattiq yağmur yaqqandı. Sen taң saharda tug'ulding. Ben seni tug'ib bo'libla ketib qoldim. Yok, bu rost emas. Siz mening opam emas. Qandoq siz mening opam bo'lsiz? Balam. Men rostli sening opang, meni kechirgin jinim balam. Men sening opang. Sultan. Siz onunğa haqiqiy ahvolni tushuntirib qo'ying. Men uning opasigo Sultan. Sizden ötünüp qalay Sultan. Meni qo'ying. Undoq emas. Mening opam mana bu. Biroq bu Dada, qara, uning bo'yinda men yo'q-ku. Mening opamning bo'yinda men bor. Mana bu mening haqiqiy opam. Sultan. Bu zada nima ish? Gap qilsangizchi. Bu bala davomli apsini tush etdi. O tushimda apamni ko'rdim. Uning bo'ynida bir tal men varmi deb so'rgan vaqtida meni adab qo'yg'atdi. Meni aldayapsan. Sen opamning bo'ynining sol tarafida men o'tirgandim. Men tushimda o'ng tarafda ko'rdim desam, xato ko'ribsa dedim. Yani sen tünügün opamni tekshirish punktidagi bola tuqqan ochashning uyiga boshlab bording. Sen yana nimalar deb jo'ylayapsa? Bir salimayli. Aldamchilikchi. Sen xotinim burunla o'lib ketgan demedingmi? Ajab endi paydo bo'lib qoldi-ku, ha? Yana kelib ishkisi. Bu qayrilikchak. Direktorning haydisi emish texi. Tünügün uning bilan birga bo'lsan-da. Sening zodi qancha xotining bor? Gap qila. Örümchida yana qanchisi bor, ha? Meni shuncha yildan beri aldab kelsan, menga nemishqa bundoq muomala qilasan? Nemishqa meni aldaysa, men bilan to'y qilmoqchi emasmiding? Sana jinimni tikib qo'ydim. Meni chattig'im yo'q. Meni birdan-bir orzuyim mush bolani beqib cho'q qilish. Hamma ko'zimni yo'q qilish. Hech qaysi qilmayman. Jura bilan, qaytaylik. Bolamni urma, Balını koyuyorsun değil mi? Sarıl, dur. Ekilim. Balı koyuyorsun değil mi? Ekilim değil mi? Hadi. Sultan aka, bu neyim kıkınınız?
Adamga chiqilg'uchi bo'lma. Kim adamizga şey qilibdi? Ada, meni bakmi ansiratdingiz. Men kechalab yo'l mengib sizni og'ili keldi. Ner turing. Meni opam deb ketmang. Bu mening opam. Nima davasi? Yer tura. Ey, balamga bunda qo'pollik qilma. Oching'izni bir qilishni etim yo'q. Gapingiz olsa menga qilmabsiz. Adamning holidan xabar olib qo'ying desam, mushunda xabar olib qo'ydingizmi? 2 kundan beri Sultan sizning ashu nervisi ojiz hadingizning holidan xabar oldi. Yana nima qilpaysa bo'ladi? Sultan, sizni toza dasbesibdi. Bu ikki sarang ayolga uchrab qolganingizni qarang. Sultan, xotin og'zini yig'ishtirsin. Tursun direktor xato tushirib qolma. Adingiz balamni mening balam deb turavelatmandi. Bu mumkin emas. Uning bolasi o'lib ketdi. Yetti nazirini berib qaytib ketyapmiz. Balangiz hadamning biqiniga kiryapti-ku. Buni ko'mdingizmi? Qarab turib yolg'on gap qilyapsiz-ku. Uning mendan balan tatib olganligini bu yerliklarning hammasi ko'rib turdi. Adingiz rostli sarang olib qolganda qildi. Hadamni sarang olib qopti demsiz? Chekidan oshgan qayg'u hasrat suolga keltirib qo'ygandi. Teshini birdan bilib tursin ne bo'pti? Qarang, balangiz yig'lab holdan ketibdi. Opa! Qaytib kel, opa! Balamni qo'yapsiz. Sizni gunohni hadamda qo'ymang. Dada, o'tinib qalay opamni qaytirib ekan. Bo'lmas o qiyadan o'zini tashlab oladi. Men bugun uni qiyadan yondirib ekandim. Nima? Jelim dada o'tinib qalay opamni qutqizib. Men bilma, sen opamni tepishimni xohlamaysan. Opam bilan birga turishimni xohlamaysan. Dada, opamni qutqizib olsang, men kimni opqib qo'ysam mayli? Bo'lma bo'ladi. Jelim dada, endi men seni xafa qilmayman. Gapingni olmayman dada. Opamni chapsam men qutqizib. O'tinib qalay dada, chapsam boqing. Sultan, bama. Dada, Sobi. Ben senin öz opam. Yo'q, mening opam emas. Siz mening opam emas. Gülendirmedi. Men hozirgacha dadam ishkonlarga qo'shilib bo'lib keldim. Dadamdan boshqa faqat sizlar menga ko'ynisiz. Dadam qudam o opamni tepib kelsin bo'lamdi. Jinim balam, ko'rganlar odamni opi davo qilib bo'lmaydi. Dadaning gapini anglag'in, oppoq balam. Bara balam. Sultan, bundaq rahimsizlik qilma. O'tinib qalay. Ishplas nerede? Sultan. Gözümde yok ha. Dırının faydası yok. Köz yeşiğini ekitip beni aldayman deb ham xiyal qilma. Bu bola tug'ilgandan keyin sen bir etim emitib baqdingmi? Bir vaqt tamoq berib baqdingmi? O bir etim ona mehriga erishaladim. O og'rib balnist yatqanda sen holidan xabar oldingmi? Başqa bolalar uni onasi yo'q yetim maktab tilgan vaqtida sen ne deding? Sen ne dedin deymi? Başqa atanlarga selishtirgan ehtimal men mijozi o'sal qo'pol odamdiman. Lekin men otiliq burchimni ado qildim. Yetti yildan beri har kuni degidek pushaymon qilib qaytib kelishingni, qaytib kelib balani o'z bag'ringga besishingni kutdim. Sen fırsat battı. Bırak sen neymi kıldın? 7 yıldan beri sana nurgun fırsat battı. Bir hakiki insan bolsan, obdanırak oylanıp baktın. Sen dastlabdila ana buluştuğunu vazgeçtin. Apı degan halisi bo'ladigan, halisi bo'lmaydigan ishmi? Bo'ldi. Ket. Jiraxlarga ket. Bizning turmushimizga aralashma. Seni ko'zimga ko'msin.
Hadi bunda qilmang. Nabi o'lib ketdi. Qayta tirilmaydi. Qalbingizni tushunaman. Sizga ko'yinaman. Halingizdan bundan keyin obdan xabar olaman. Hadi gapimni anglang. Ota-onamizdan ayrıldı. Mening sizdan boshqa hech qanday tuqqanim yo'q. Herkes unda qilmang hadi. Ben sizden ötünüp qalay. Ufkan, sen beni bilmeysen, sen beni düşünmeysen. Bana nasihat qilma. Ketgin. Raziya. Opa. Hadi. Opa. Raziya. Opa. Raziya. Opa. Siz nima deb keldingiz? Raziya. Herkes karamlık qilmang. Özünüzni o'ylamışsınızmı? Bu bechora balani bo'lsa-mu o'ylab qo'ying. Bilme. O mening balam emas. Men dert elemga chidamay. Moshunda qilyapman. Bundoq emas, opa. Men bilman. Sen meni yaxshi ko'rmaysan. O'lishga roziligim borki, men bilan birga turishni xohlamaysan. Biroq men sana amroq. Men seni sevginaman. Men sen nega borsam, shu yerga birga ketay, opa. Bo'ldi, gap qilma. Menga yaqin kelma. Men seni opang emas. Yo'q, opa. O'tinib qolay. Meni tashlab etme. Endi men opsi yo'q, yetim bola bo'lib qolmay, opa. Meni herkes tashlab etmagin, opa. Opa. Raziya, qaytib kelin. Bu balaga azroq bo'lsa onalik mehrini bering. Boshqalar yetkazolmagan onalik mehrini yetkazing. Raziya. Oldu, sözleme. Benim erim yok. Balam yok. Ben bir şorpişan ayol. Kaynatam doğru deydi. Ben şum ayak. Ben ölümge layık. Ben Subihi'ye analık mehrini veremeyim. Eksiz onunla ziyan keltirişim mümkün. Abba! Abba! Raziya. Hadi. Hadi. Raziya. Hadi. Bir amal Gapimni anglang. Hadi. Herkes unda qilmang. Raziya. Raziya. Bunu bilishimiz kerak, Raziya. Buni har ikkimiz rad qilolmaymiz. Yo'q, undaq emas. O mening o'g'lim. Nabi emas. Abba! Bu rastlı sizning balangiz Nabi emas. Lekin bu yana sizning balangiz. Siz uning tushidagi opsi. Qiyshiniz, chechiniz, hatto bo'yningizdagi mangdan tortib o tushida nihoyatmi aniq ko'rgan. O her kuni tushida ko'rgan opsining rasmini chizadi. Har qanday vaqtda uning qo'ynidan opsining rasmi chiqadi. Gözünü yumsula, apsi onun düşüge kirdi. Oldu, sözlemem. Anlamayman. Raziya. 7 yıl burun qiyliq kecha esingizdami? Shu kechasi sizni ustingizga oqroq yetib ko'tirib, noyilik doktorxonaga akirgan edi. Nabi bilan bir vaqt tug'ilgan yilqi bola balkim esingizdadir. Apsi emitishda rad qilgan bovoqni quchqiga elib, xuddi kichik boladek yig'lab o'ltirgan esingizdami? Bu balaga tunji emchakni siz sog'andingiz.
Agar taqdir peshonaga putilmagan bo'lsa, bugungi bu kun bo'lmaydi. Agar taqdir qismat shundoq bo'lmasa, Subhi sizni opam deb ching turib olmaydi. Mushi bolani deb bo'lsa-mu, neytingizdan jinim. Unudan ko'ra, uni billa ilib ketganingiz, uni bilan billa o'lib ketganingiz yaxshi. Opa! Agar uni ilib ketmasangiz, uni ko'z oldimizda urib o'ltiraymi? Yo'q. Opa! Qilma. Meni bundan majburlama. Ishonmamsiz? Men deganimni qilgan odam. Hada. Jinim opa. Hada. Barma. Raziya. Sultan Ruhsu balını urup zaq bilen durup koydu Cimo. Yana opa deb baqirgin, ha? Opa deb baqirib baqir, ha? Yana baqir ya. Yana baqiraydigan bo'lsam, qochig'ini chiqib tashlayman. Mening O'zimni jirtlatmaydigan bo'lsam. Opamni topaman degicha, qillikchani topsang-chi. Shu jindimi cho'jillarni asrashni beradi. Mening bolamni urma. Opa. Mening bolamni urma. Kele bolam. Opa! Jinim opa. Yerim ağrıdı. Yapmadan beni yanmada vurdu. Hiç yerim ağrımadı. Jinim opa, endi meni tashlab etmaydigansan. Biz mengi birga o'timiz bolam. Mening o'g'lim. Opa. Jinim opa. Biz boshqalarning tunishtirishi bilan tepishgan. Tunishib bir necha kun o'tmayla to'y xati oldik. To'y qilishga 2 kun qolganda uning opasi tuyuqsizlik o'lib ketdi. Qarliq tutgan bir yil ichida munosabatimiz sheriklashdi. Har kuni degidek uyimizda urush jidal qurimidi. Bu chaqda bana örümcüge olmuş fırsat geldi. Ben onu izlep bassam, onunla acırışık koşuldu. Şu çağda boyumda qakalığın andın bildim. Ben balını aldırıp deyleydi desem, o onumay tuğsan dep durup aldı. Ben bu balını taşlayıp çıkçıdımay. Ahire imitmey gitip kaldım. Bu çağda ben şehirge gittim. Nam çıkırışını oylagandım. Hakikaten ahmakkenme. Balanın bundak azaplı gelişini zadıl oylamaptı mı? O beni her kızımı geçirmeydi. Adem hayatıda nurg'un kelishmaslikka duch keladi ekan. O'z opasi
Balısını bəxtsiz qılsa, oylab yıqın. O bunu oңayla unutup gitem da. Şoňa biz ayallar her qancha japa tassaqmı, ballarımızны öz yenimizde ep qalamiz. Ballarımның dadısı pol tapıman dep Guangzhouga berip elip 5 yıldan beri qaytıp kelmedi. Balı tehi kichik. Onun üçün aytqanda baxtli kunlar tehi oltida. Şoňa öz ata-anası bilen birle yaşagany yaxshi. Hamide, bana bir balı doğup verin. Balı yok uymazaq oxşaydı. İşinimen ki, siz çokum yaxşı anı bulalaysınız. Sultan to'xtab turing. Bu narsalarni elib oling. Ular yo'lda yesin. Gülendam, siz haqiqatan yaxshi aya. Ko'pchilikning hammasi sizni shundoq deb maqtaydi. Onun nima foydasi? Ko'nalarda bosh tikanmagan talayda onangning haqqi bormi degan gap bor. Siz baxtli bo'ling. Ko'nglingizni yerim qilmang. Sizning bir kun baxtingiz echilib qolar. Qandoq dedi, ha? Rahmat. Sultan dada. Oh. Sultan dada. Qizim Zehra. Ha. Endi qachon kelasiz? Nima ishing botdi? Menga yaxshi narsani og'ash kelamsiz. Ha, albatta og'ash kelaman. Tahir bilan Mahirlar qani, ha? Ular nega ketdikin-tan? Zehra qizim, men sizlarni pat-pat yo'qlab turaman, ha? Bu bala kichik idilla rasmsiz chiqamliq. Ben onu keyin obdan tarbiyalayman. Tabak yok mu?
Voy açmamdığan. Kelinglar, nima yesanglar shu bor. Hamma narsa to'liq. Gülandemede, siz bugün acep... Ha, hacep deysan-ku. Meni baqaman degan ketdi. Oshxonni ochmasam, 3 balani sen baqatdingmi? Tez berib tayyorlik qil, bo'lmasa ulguramaymiz. Qani kelib o'tiringlar. Kola, manta, boso, kebab, nima yeysanglar shu bor. Biz manta yeydi. Amal qil. 5 minut taqirib turinglar, hozir tayyor. Yaxshimisiz Gulanda? Oshxonangiz ajab qizib ketdi-ku. Keling. Bu yoqqa kelib o'tiring. Mana. Qani o'tiring. Bugun qavoxonaga baldirilmayapsiz-ku. Ha. Yasin, Mahmudkamga ochiq-chichiq qilib suqach etib bagina. Ha, mana hozir. Mahmudka, menga bir naqsh etib bering. Bugun ajab ko'p kunduzli naqshangiz kelib qopdi-ku. Etib bering, Mahmudka. Bo'ladi. Sizlar anglayman desangiz, albatta etib beraman. Yollar uzun yol, menzilim yirak, mani men tinimsiz, argın ve tenha, karay men intizar. Kar kılmaz yetsem la ana hayat yüksekleri uya bir öten çanki sang bulaku yağmur adalda ömür kimisi tohtigan kırgan